Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmeler. Haftalık haber analizi programımızı görüşünlerini karşılamız. Ben Abdullah Yalğun. Kadirli körmelerimiz bugün 2026 yılı 9. May şembe, her şembe günü bir hafta jarayonida vatanimiz Şarkı Türkistan ve dünya kun tertibideki en muhim haberlerini kısa analiz qilgan şekilde huzuruna sunup kelyapmiz. Qanundaqda aldı bilen bu haftadaki haberlerimizden mavzularga ko'z yugurtib o'taylik. Yaponiyanın Türkistan Cumhuriyetlerindeki diplomatik faaliyetleri köpəyməkdə. Xitayning ikki sobiq mudofaa ministri ölüm cezasına hüküm qilindi. Yaponiyanın hərbi manevrdagi tarixiy hareketi Xitayni bearam qildi. Bu ve bundan başka bir qancha xabarimiz bo'ladi. Qanundaqda birinci xabardan başlap ko'rib o'taylik. Yaponiyanın Türkistan Cumhuriyetlerindeki diplomatik faaliyetleri köpəyməkdə. Qadirli körmelerimiz elbette Yaponiyanın bu rayondaki devletler bilen bo'lgan münasebeti uzun yıllara tutuşudu. Lekin Sanayi Takaichi hanım hakimiyetke çıkandan buyon Türkistan Cumhuriyetleri bilen texmi yaqindan aloqa qurayotganligini ochiq ko'rib olaymiz. Mana shuning jumlasidan Yaponiya hukumati vakillari o'miki bu qatim bir necha kun ilgari Qozog'iston va O'zbekistonni ziyorat qilib, turli sohalardagi hamkorlik masalasini muzokara qildi. Hammadan muhim bizning diqqatimizda bakrak tartadigan nuqta bo'lsa, bu qatimqi vakillar o'mikiga Uyg'ur siyosiyon Arfiya Ali xonimning boshchilik qilishi diqqat qo'zg'agan masalalarning biri albatta. Anadolu Agentligining xabarida albatta Turkiyadagi Anadolu Agentligi bo'lsin, boshqa xabar agentliklarimi bergan xabar. Qozog'iston davlatlik neft va tabiiy gaz shirkati Qazmunay Gazning mudiriyat raisi Asqat Hasinov Yaponiya vakillar o'miki bilan suhbat o'tkazgan. Bu Qozog'istondagi suhbatda Qozog'iston neftini Yaponiyaga yetkazish, shuningdek savdo sohasidagi hamkorlik masalalari muzokara qilingan. Ikki taraf barliq asosli sohalarda hamkorlikni kengaytirishga tayyor ekanligini bildirishgan. O'zbekiston bo'lsa, O'zbekiston xabar agentligining xabar qilishicha, Yaponiya hukumati vakillari o'miki yana O'zbekiston ziyoratida O'zbekiston tashqi ishlar ministrligi bilan suhbat o'tkazgan. Arfiya ikki davlat munosabatining cho'nqur tarixiy yiltizga ega ekanligini, o'zining bu munosabatlarni texmo taraqqiy qildirishda to'kib qo'yishga tayyor ekanligini bildirgan. Suhbatda ikki taraf savdo, iqtisodiy aloqani kengaytirish, yeshil energiya va ma'arifni taraqqiy qildirish, uchur texnikasi, sun'iy aql sohasidagi hamkorlikni kuchaytirish takliflarini muzokara qilgan va parlamentlar aro dialogini davomlashtirishda fikr birligi hosil qilgan. Bu qatimliq davlat ziyorati jarayonida Arfiya yana O'zbekiston televiziya kanalining ziyoratini qabul qilgan bo'lib, ziyorat jarayonida uning ravon Uyg'ur tilida so'zlashi ijtimoiy taratqulardami nihoyatda ko'p tarqaldi, mana bilasizlar. Muxbirning so'ragan savoliga butunlay %100 sab Uyg'ur tilida javob berishi albatta hammamizni suyundirgan masala. O'zbekistondagi xalqimizmi, u yerdagi qarindoshlarimiz albatta uning so'zlarini to'liq tushundiganligi shaksiz yani. Biz bu yerda bir muavin tashqi ishlar ministri sifatida ikki davlatda bu ummatga vakillik qilib ziyorat qilishi albatta dushmanimiz Xitoyni hammadan bearam qildigan, sakirtadigan masalalarning biri bizlarni iftixorlantirganga o'xshashlar. Navbatda Yaponiya muavin tashqi ishlar vazirlik vazifasini o'tayotgan Arfiyaning Yaponiya bilan Türk İslam dunyosi o'rtasidagi ko'vriklik roli barg'ansiri gavdalanmoqda. Bultur dekabr oyida u Yaponiyaga ziyoratga borgan bo'lib, mana shu dekabr oyida shu Yaponiyaga ziyoratga borgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni kutib olgan vaqtda, yani bu va bundan boshqa prezidentlarni kutib olgan vaqtidami mishadimi sab Uyg'ur tilida kutib olishi shu vaqtidami dunyo axborotining ham bizlarningki diqqatimizni qo'zg'agan va suyundirgan masalalardan biri edi. Albatta Xitoyningki bu rayondagi beshamligi sababli ham dunyodagi bugun Yaponiyaga nihoyatda zo'r ta'sirga uchrayotdi bo'lib, Hormuz bo'g'ozininki taqilib echilib degandek yurish bilan bu energiya masalalarida bu davlatlarda Qozog'istondan qarab boqaylik, u yerdagi neft gazni bevosita Yaponiyaga o'tkazish masalalari albatta nurg'un
mesele söhbetleşildi bu uçuruşlarda. Hoş, yana bir xabarimizga kelsak, Xitoyning ikki sobiq mudofaa ministri o'lim jazosiga hukm qilindi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta bu ikki mudofaa ministrining o'z vaqtidagi tutuluş jarayoni, uning keyindan dunyo axborotlarida chiqqan masalalarni biz nihoyatda keng to'xtaldik istiqlolda. Hatta maxsus doktor Erkin Akram bilan shu Xi Jinping'ninki nurg'un amaldorlarni yuqori darajalik harbiylarni yo'q qilib etish masalasini Xitoyning ichki vaziyatini nihoyatda keng doirada analiz qildik. Xitoyda albatta bu ishlar davom qilyotdi. Endi bu ikkisining o'lim jazosiga hukm qilinganligi bilan dunyo buni bilgan bo'ldi. Xitoy harbiy sudi 7 may Xitoyning sobiq mudofaa ministrlari bo'lgan Li Shangfu bilan Wei Fenghening o'lim jazosiga hukm qilinganligini 2 yil kechiktirib ijro qilinganligini e'lon qildi. Xitoy organ taratqularının xabarida ma'lum bo'lishicha, Xitoy Markaziy harbiy komiteti a'zosi va sobiq mudofaa ministri Li Shangfu bilan Wei Fenghe xiyonatchilik, cheriklik sabablari bilan 2 yil kechiktirib ijro qilingan o'lim jazosiga hukm qilingan. Siyosiy huquqi mangulik elib tashlangan, barliq mol mulki musodir qilingan. 2 yil muddatdan keyin ularning o'lim jazosi muddatsiz qamoq jazosiga tushirilgan bo'lib, jazosini yeniklatishga yoki kepillikka qo'yib berishga bo'lmaydi ekan. Wei Fenghe 2018-yildan 2023-yilgacha Xitoy mudofaa ministri bo'lib vazifa o'tagan. 2023-yilning 5-ida bir mezgil tuyuqsiz g'oyib bo'lgandan keyin uning cheriklik sababli tekshirilayotganligi uqtirilgan. Li Shangfu 2023-yil 3-oyda Wei Fenghening o'rniga mudofaa ministri bo'lib tayinlangan. Tayinlangan bo'lsa-mu, 5 oydan keyin o'xshashli umi xuddi ilgariki ministrga o'xshashli tuyuqsiz g'oyib bo'lgan va 2023-yili 10-oyda vazifasidan qoldirilgan. Xuddi Xitoyning ichidagi barliq yuqori darajadagi amaldorlar qanday tuyuqsiz g'oyib bo'lib, hech qanday axborotga dunyoga lam-jim demay Xitoy shunda nimasi bor hamda. Chunki diktator bir hokimiyat bir odamning og'zida qaraydi. U nima desa shu. Shunda bo'lgandan keyin albatta na xalqiga undan bir bayonot berishga ehtiyoji bor. Tuyuqsiz yo'qolib ketib, oxirida o'zi xohlagan bir narsani o'tirib qo'yiblam bir taraf qilindi Xitoydan deb masala. Xitoy rejimining ichki qismidagi huquq talashishda ko'zdan yo'qitilgan amaldorlarga cheriklik jinoyati ortilganligi xalqaroga oshkora bir masala hammamizga ma'lum bo'lgandek. Ya'ni xiyonat qildi, cheriklik qildi, parixo'rlik qildi u bu deb. Davamlı holatda, yani eng cho'ng choplanadigan nima hamda shu ortiladigan jinoyat bu hamda Xitoyning ichida. Yaqinqi yillarda albatta buni Xi Jinping hokimiyatga kelgandan buyon eng ko'p ijro qilyapti. Lekin shundoq ijro qilib tursa-mu, biz nurg'un qatim suhbatlarimizda to'xtaldik. Xitoyda buncha ko'z yuqori darajadagi amaldorlarning ko'zini yo'qotilishiga qaramay, Xitoyning eng yuqori saviyadagi amaldorlardan eng kichik amaldorlargacha Xitoyda parixo'rlik, bu xiyonatchilik, bu narsalar avj olganligini hammamiz bilamiz. Yani buni biroz bo'lsa-mu to'xtatmoqlik Xitoy. Bu yil yanvar oyida Xitoy armiyasining eng yuqori darajadagi amaldorlaridan Markaziy harbiy ishlar komitetining muavin raisi, masalan, chiqqan Jiang Yousha va bosh shtab boshlig'i Liu Jianliu partiya intizomiga xiloflik qilish, parixo'rlik, siyosiy jihatdan sodiq bo'lmaslik qatorliqlar bilan ayblanib, ularni rasmiy tekshirish boshlanganligi xabar qilingan edi. U vaqtda biz nihoyatda keng doirada ular haqida suhbatda to'xtalgandik. 2022-yili bekitilgan yangi bir navbatlik Xitoy harbiy ishlar komiteti a'zolarining ichida navbatli komitet raisi Xi Jinpingdan boshqa faqat Jiang Xingmilli qilib qolgan bo'lib, biz o'z vaqtida bunda rasmlar bilan to'xtaldik. Ya'ni shu komitetning ichida faqat Xi Jinping va Jiang Xingmin. Bu ikkisi qilib qolganda endi bu eng yuqori saviyadagi nimaning qolgan 5 a'zoning hammasi yaqinqi bir necha yil mobaynida Xi Jinping tarafidan bir-birlab ko'zdan yo'qitilgan bir vaziyatda. Xitoyning ichki vaziyatini qaysi darajada bir-biriga ishonmaslik bir davolg'ishning ichida turayotganligini
Əməliyyatda bunun da mənayət uçuq görələyimiz. Xoş, öz vaxtıda mı, kən toxtaldıq bilməsində köp uzatışqa gerek yok. Yeni bir xəbərimiz Yaponiyanın hərbi manevrdəki tarixi hərəkəti Xitayını bir aram qıldı. Əlbəttə, məyli Yaponiya olsun, qədərli görürmələrimiz, məyli bu, Şərq Cənubi Asiyadakı Filippin olsun, şu Amerika bilan ittifaqdaş qurub, məyli Amerika, Avustraliya bilan nurgun hərbi cəhətdə bu rayondakı dövlətlərinki məyli manevra ötküsün, yoki bir ittifaq tutsun başqa dövlətlər bilan Xitay hər daim işcanışıb səkrəydi hamdı. Bu anıqıb getdi, anıqıb getdi. Əməliyyatı özünün qılıb atqan numussuzluğu, təcavüzçülüğü, beşəmdəki xalqın işini aldığı üçün mənim də aldığan uşuqluğu bilan karı yox. Xitay ən bək səkrəydi hamdı. Lakin səkrəsimi bu rayondakı dövlətlər üzlüksüz halətdə özünü gücləndiriyatdı, nurgun ittifaqlar tüzüyatdı. Bunu Yaponiya qoğduğucu qismi 6 may Amerika, Avustraliya və Filippin hərbi qismləri bilan ötküzülgən Deniz Birləşmə hərbi manevrida uruş paraxotuğa qarşı başqurulduğan bomba etib Filippindəki nişanğa təkküzdü. Bu Yaponiyanın 2. Dünya uruşudan buyan tuncu qitim çigara sırtığa hücum xarakterlik başqurulduğan bomba etişi bulup bu tarihi hərəkət Xitayını qattiq bir aram qıldı. Yaponiya həm özünü gücləndiriyatdı müdafiə cəhətdə, həm ətrafdakı dövlətlərini qoralayaraq yasab verib o dövlətlərini gücləndiriyatdı. Məsələn, ötən həftəki xəbərimizdən bədik, Avustraliya bilan nəhayət mühim bir tarixi bir kilişim imzalagan ötən həftədə Yaponiya yasab verdi Avustraliyaga. Reuters agentlığına alaqadar xəbərdə qayd qılınishicha, Möhrəni möhrəyə terash namlıq mazkur hərbi manevrda bu xili uzun davam qilgan. Ötən həftəki söhbətimizdə to'xtalgandik, ya'ni Bali Takan, bunun ma'nosi yani möhrəni möhrəyə terash manevr deb terash deb atildi ekan bu mazkur manevr. Shu 8. yani tünügün axırlaşdı bu manevr əməliyyatda. Ötken haftadan aldın hafta başlanğan manevrdə. Məzkur hərbi manevrdə Yaponiya qoğduğucu qisminin 2 tane 88. tiplik yoki 88 tiplik başqurulduğan bombası qoyub berilib 6 minutdan keyin, mana shu ko'rinishda ko'rib atqanimizdek, Filippinning ishlatishdan to'xtagan bir paraxotiga dal tekkan, nishonlangan paraxotga. Bu hücum Filippinning shimolidagi Pavay qirg'og'idan taxminan 75 kilometr yiroqlikdagi Janubiy dengizda ijro qilingan. Filippin Mudofaa ministri Gilberto Teodoro bilan Yaponiya Mudofaa vaziri Shinjiro Koizumi başqurulduğan bombadan qo'yib berilish jarayonini naq maydondan kuzatgan. Filippin prezidenti Ferdinand Marcos manevrni Maniladagi harbiy qo'mondonlik shtabida bevosita sin ulanishi orqali ko'rgan manevrni. Filippin Prezidentlik Mahkamasining bayonotida bu manevr ittifoqdosh qismlar o'rtasidagi moslashgan dengiz hujumi mashg'ulotini namoyon qildi degan shaklda bayonot berilgan Filippin Prezidentlik Mahkamasi. Shundaqla Filippin qurolli qismlarining rayon bexatarligi va paraxotlarning yurish erkinligini qo'g'dashda xalqaro sheriklar bilan birlikda harakat qilish iqtidorining eshiyotganligini ko'rsatdi degan shaklda bayonot berilgan. Bu yil 41. qitimliq qadam qo'ygan, bu yil 41. qitimliq qadam qo'ygan Möhrəni möhrəyə terash Bali Takan namlıq manevrga 17 mingdan ortiq askar qatnashtirilgan. Biz o'tgan hafta bunu dedik. Amerika, Filippin, Yaponiya va Avstraliyadan boshqa Kanada, Fransiya va Yangi Zelandiya tunji qitim rasmiy qatnashquchi qatorida manevrga ishtirok qilgan. Yaponiya armiyasining bu manevrdagi tarixiy harakati Xitoyni qattiq bir aram qilgan bo'lib, Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi bugun, ya'ni bugun shu bu vaqtdagi bayonotida ifoda bildirib, Yaponiyaning atalmış tarixiy jinoyatlardan saboq olmayapti. Shu, ya'ni har doim o'xshash gaplar bilan valoqishlanadi. Yaponiya tarixiy xatoliklardan saboq olmadi, ani qildi, ma'ni qildi. Bexatarlik hamkorligi nomida chet elga harbiy kuchini yo'llab,
hücum xarakterlik başqurulgan bomba atqanlığı bu Yaponiyadagi o'ngchilik kuchlarning qayta harbiylashtirish bosqichini o'ttirg'a chiqarib atqanligini ko'rsatib beradiganligi, Xitoyning Yaponiyani tajovuzchilik tarixi haqida o'ylashga chaqiradiganligi haqida jar soldi. Hech kim anglasimi, hech kim parvo qilmasmi? Bunimiz Xitoylar har doim o'xshash safsatlarni setishga davom qilyotdi Xitoy. Numussizlarcha o'zining qilayotgan tajovuzchilik rayondagi davlatlar. Bu yerdagi bo'layotgan har bir narsa boshqa bir such emas. Xitoyningki rayondagi shu davlatlarga bo'lgan tahdidi sababli bo'layotgan manevrlar, harbiy kuchlar bu rayondagi butun davlatlarningki boshqa birisininki boshqa har qanday bir davlatdan ansirab emas. Amaliyotda Xitoydan ansirab bo'layotgan ekanligini dunyo biladi, ammo numussizlarcha bu ifodalarni o'ttirg'a qo'ya oladi Xitoy hamda. Xo'sh, qadrli ko'ruvchilarimiz, bu haftadagi yana bir qancha qisqa xabarlarimiz bor bu hafta. Ular bo'lsa, Amerikada qonunsiz turayotgan Xitoylarni qaytarish masalasida jiddiychilik kuchayotgan bo'lib bir Amerika amaldori, Trump hukumatidagi yuqori darajadagi bir amaldor bu haqda Xitoyning Amerikada qonunsiz turayotgan fuqarolarni qaytarib olish masalasida yetarli hamkorlashmaganligini, agar Xitoy bu pozitsiyasini o'zgartmasa, Amerikaning Xitoyga viza cheklamasi jazosi yurgizishga tayyor ekanligini oshkorladi. Bu haftadagi muhim xabarlarning biri bu albatta tafsiliy holatda dunyo axborotlariga tushgan bir xabar. Yana bir xabarimiz bo'lsa, Nvidia'ning bosh ijroiya amaldori Huang Renshun Amerikaning cheklamaları sababidan shirkatning Xitoydagi bevosita bozor ulushining nolga tushib qolganligini oshkorladi. Nvidia masalasi yillardan buyon Trump davomli holatda Xitoyga yuqori darajalik bu chip o'zakni sotmaslik masalasida birdam azroq bo'shitib, birdam ching'itib, oxiri Xitoydagi ahvol bu dunyoviy bir shirkatning Xitoyda hozir bozor ulushi nolga tushgan. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, 2026-yillik dunyo TikTok kollektiv lavha talish musobaqasida Xitoy erlar komandasi Koreya va Shvetsiyaga orqama-orqa uftirib qo'ydi. Hammamizga ma'lum, TikTokda Xitoy hozirgacha dunyoning eng oldin qator desak bo'ladi. Lekin bu Xitoyning ichidami jiddiy bir sarosimiga solgan bir masala bu qatim. Xitoyning tipik yumshoq kuch vositalaridan biri bo'lgan TikTokda Xitoy komandasining 26 yildan buyon tunji qatim yengilishi Xitoydagi taratqularni va shu TikTok mastonalarini qattiq sarosimiga soldi. Xitoyning ijtimoiy uchur vositalari qaynab ketdi bu masalada. Yani bu neymiş de hatta şu komandadaki bütün her bir nemeneki Xitoy bo'lsa meşhur tuğamda. Demek muş derecede bir ahval oldu bu hafta. Amerika prezidenti Donald Trump Xitoy neftinin 60%'ning Hormuz bo'g'ozidan o'tadiganligiga qaramay, Xitoyning Amerikaning Ironga qaratgan harakatlariga intayin adablik pozitsiyada bo'layotganligini ta'kidlab, Xitoy tarafidan biror qiyinchilikqa duch kelmadik. Ular bizga jang e'lon qilmayotdi dedi. Yani amaliyotda hech bo'lmasa Shanxay hamkorlik tashkilotidagi bir yerda rasmiy bir a'zo ham deyman. Yani bu amaliyotda Xitoy uchun nomus bir narsa. Xitoy asla na Rossiya na Xitoyninki Iranni orqasida turolmaydiganligini biz nurg'un suhbatlarimizda deydik ham. Ya sana iyi çıkmaydı İran'a qartib nima degan. Ham Xitoyning qancha kuchining nereden ekanligini ko'rsatib bergan bir narsa. Adablik muomala qilishga majbursan deydi. Xo'sh, yana bir xabarlarimiz qarasak, Angliyadagi Xitoyga josuslik qilish delosida Xitoy Britaniya qo'sh grajdoni bo'lgan ikki Xitoy chet el istixborot organiga yordam berish jinoyati bilan rasmiy ayblandi va Xitoyning Londonda turishi bosh elchisi ministerlikka chaqirtildi. Angliya tashqi ishlar ministerligiga. Jazo muddatini bekitilgan sudning 15-may o'tkazilishi kutilmoqda. Bu mutunugun nayeti ko'p axborotlarda tilganlar mesela. Yillardan buyon har doim bu numusiz Xitoylarniki aşı davlatlarning muhim organlarida xizmat qilib ishlagan bo'lsa, Xitoyli bo'lsa bir yerdan
Xitoyga setildiganligi, Xitoy uchun ishlaydiganligini hamma davlatlarda ko'ryapmiz yani. Davomli jasus yani. Ama bu g'arb hozirgacha burniga suv kirmadi. Yana ashunda o'ringa mening vatandoshim deb ayirmay ham Xitoy ham Britaniya grajdan ekanmiz. Ishinib hamda bu satmas bizni deb o'ylab ashunchalar nurg'un tajribadan o'tgan bo'lsa-mu, eng muhim organlar yana Xitoyning setilayotganligi chiqsa-mu, men yana bularninki dars olmasdan shu maxluqlarni yana shu muhim organlarga ishga kirib o'rinlashtirishi ajablanarli bir ish haqiqatan. Saudiya Arabiston Xitoyning Shanxay shahrida 1 trillion dollarlik mulk fondining şöbesini açtı. Bu qadamdan Paris qo'ltiqi ellerining dollarni markaz qilgan sistemadan uzoqlashish yuzlanishini texmi kuchaytganligi ilgari surilmoqda. Qadrli ko'rganlarimiz. Albatta, Xitoyninki O'rta Sharq degan shu islom davlatlarida butun shu eng kuchli bo'lgan iqtisodiy jihatdan bo'lib neft gaz masalalarida boy bo'lgan davlatlardan u yerga selayotgan Xitoyninki mablag'lari shu davlatni har xil shaklda o'ziga bog'lash uchun qilayotgan nomussizliklarni bilamiz. Yillardan buyon kun tartib turayotgan masala shu islom davlatlarining Xitoy bizning masalamizda bo'lsin qat'iy xalqaro sorunlarda ig'izini ochmaydigan qilib o'tish uchun bu rayonlarda, bu davlatlarda Xitoyning qanday o'yinlarni o'ynayotganligini bilamiz. Bu qatimmi 1 trillion dollar yani. Bunda bir şöbeni etişi bu albatta diqqat qo'zg'aydigan masalalarning biri. Xo'sh, qadrli ko'ruvchilarimiz, bu haftadagi xabarlarimiz bulardan iborat. Inshaalloh Alloh umr bersa oldimizgi hafta yana boshqa xabarlarda görüşgüçe aman boğaçlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.